hali ham Qozon mahallasi bizaniki to'y bo'lgan. Bizning to'ylarda обязательно urush janjal bo'lardi-da. Shu 10 yoshdaman qo'shnimizga to'y bo'lganda, bir mahal ko'chada qiy-chuv bo'ldi. Unda darvozadan chiqqanimni bilaman, darvozaning tashqarisida zabor bo'lardi. O'zbeklarda nima deydi? Qo'ra deydimi? Panjara deydimi? Mana bu yog'ochdan bo'lgan. Hozir temirdan bo'lib ketdi-ku, u paytda yog'ochdan bo'lgan panjaralar bo'lardi uyimiz orqasida. Dibir 15 ta bola o'tib ketdi. Keyingi mahallam bo'lardi. Bizning mahalla orqasidan qo'layapti. Antga boradi, ushlab oladi. Rosa o'shadi ular. Mashina qasib o'tib ketdim birinchi partiya, ikkinchi partiya kelyapti, bittasi zaborni ko'rib qoldim mana. Mashina qasida zabordan bitta ekan, duf tortib olganda zabor yiqildi-da. Orqasidan kelayotgan 10 ta bola hammasi bitta zaborni deb qolgan, zaborim qolmagan. Hammasini olib ketdi. Bittasi yugurib kirganda eshikni oldida moxolamiz bor edi, lopatka turuvdi. Lopatkani olib ketgan. O'sha akamizning nomi shu o'lib o'lguncha lopatka qaysi desan, lopatka borku deb aytardik. U lopatka bilan yugurib chiqqan. Mana shunday o'shardi ular. Понимаете? Keyin ertasi kuni dadam indamagan. Undoq qaratdi, akamga "Sani ishingmi?" dedi. "Ha" degan joyiga qo'yib qo'ydi-da. Ertasi kuni bolalarga srazu aytdi, "Davay joyiga qo'yamiz" dedi. Hamma bitta reka olib ketdi, tuk joyiga qo'yib qo'ydi. Bo'ldi. Agar hozir kimningdir reshotkasini bitta chertini mamlaqa chertib keting, voy, mana mashinasi bilan mana bu palon menga qilgan reshotkamni mana shuni qiyshaytib qo'yding. Yangi qilib berasan menga. Yangi qilib berasan deydi, yangi qildirib oladi hozirgilar. Mardlik yo'q hozir. To'g'rimi mana to'ppa-to'g'ri. Biza indamasdik o'sha zavorlar, darvozani bizni daddalasini chiqarib ketardi. Agar darvozani oldi ushadigan bo'lsa, voy, dibir hamma qochardi uyga. Ushotdi hamma. Keyin chiqasan darvozani yo qishayib yotibdi, yo eshik sinib yotibdi, ishqilib mashtaqa bo'lardi. Qizig'ida zamon zo'r edi qizlar. Sog'inaman o'sha paytlarda. Haqiqiy erkaklar, haqiqiy pram to'ylar bo'lardi. Hech kim ustidan yozmasdi. Militsiyani, boray deydi, militsiyaga yozsang o'lding, Alloh akbar, erkak emassan sen, bo'ldi. Hech kim yozmasdi. Hozir